Do'stlar, bugun sizlar bilan biz Instagramga tekin nakrutka urish yo'llarini o'rgatamiz. Do'stlar, mana Google ga kirib Insta moda deb qidirtiramiz. Mana chiqib keldi birinchisida. Xo'p, mana birinchi saytga kiramiz. Mana kirdi. Endi bu yerda 3 ta server turibdi. Xohlaganimiz ustiga bosamiz. Mana men ikkinchisiga bosdim. Mana bu yerda Instagram akkauntimizni so'raydi. Xo'sh, bu yerga mana kirgizyapman hozir. Franki. Mana kirgizdim. Bu yerga parolimizni kirgizamiz. Mana hop, hozir mana kirdi. Bu yerda yangi obunachi 1000 ta deyapti. Hop, biz boshiga o'tamiz va boshida mana 350 ta deyapti. Minimal biz hozir bu yerga akkauntimizni kirgizib olamiz. Qaysi akkauntga nakrutka kurmoqchi bo'lsak, hop, mana bosdik. Bu yerga minimal 75 ta deyapti. Biz ham 75 ta uramiz. Mana vaqt ketdi. Vaqt tugagandan keyin o'zi keladi. Mana endi Instagramga kirib ko'ramiz. Mana Instagramga kirdik. Mana endi ko'ramiz nechta kelar ekan. 265 ta kelibdi. Yoqqan bo'lsa bitta like va obuna bo'lib qo'yamiz.